Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. Pensionerlarni tekshirish, xonadon yurib yashash sharoitini ko'rish, kimga yordam berilishi yoki to'xtatilishi masalasi. Bu gap har bir oilaga tegishli. Chunki uyda pensioner ota-ona, bobo-buvi, nogironligi bor yaqinlar, yolg'iz keksalar yoki ijtimoiy yordam olayotgan qarindoshlar bo'lishi mumkin. Bitta noto'g'ri tushuncha, bitta hujjat yetishmasligi, bitta ma'lumot bazasida noto'g'ri ko'rinishi sababli odam yordamdan mahrum bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki men bu kanalda oddiy odamlar tushunadigan tilda pensiya, nafaqa, subsidiya, moddiy yordam, ijtimoiy himoya bo'yicha eng kerakli ma'lumotlarni berib boraman. Avval qanday edi? Ko'p hollarda pensioner yoki yordamga muhtoj fuqaro mahallaga borardi. Ariza yozardi. Mahalla raisi yoki mas'ul xodimlar uyiga kelib sharoitini ko'radi. Keyin komissiya qaror qabul qilardi. Ba'zi joylarda tekshiruv yuzaki bo'lardi. Ba'zi joylarda esa odamlar qog'oz ortidan yugurib bir necha marta idoraga qatnardi. Kimdir haqiqatan muhtoj bo'lsa ham hujjati to'liq bo'lmagani uchun yordam ola olmasdi. Yana kimdir daromadi bor bo'lsa ham ma'lumotlar aniq tekshirilmagani uchun yordam ro'yxatida qolib ketardi. Hozir nima o'zgardi? Hozir davlat ijtimoiy yordamlarni aniqroq, manzilli va adolatli berishga harakat qilyapti. Ya'ni yordam hammaga bir xil tarqatilmaydi. Balki haqiqatan muhtoj oilaga, yolg'iz pensionerga, parvarishga muhtoj keksaga, nogironligi bor shaxsga daromadi yetarli bo'lmagan xonadonga berilishi kerak. Shu sababli mahalla ijtimoiy xodimlar, tegishli tashkilot vakillari ayrim xonadonlarga kirib bu tekshiruvdan qo'rqish kerakmi? Men aytaman. Agar siz haqiqatan qonuniy yordam olayotgan bo'lsangiz, yashirmaydigan daromadingiz bo'lsa, hujjatlaringiz joyida bo'lsa, qo'rqmang. Lekin beparvo bo'lish ham mumkin emas. Chunki ba'zan yordamning to'xtashiga odamning boyib ketgani emas, oddiy e'tiborsizlik sabab bo'ladi. Masalan, pensioner boshqa manzilga ko'chgan, lekin ro'yxatdan o'tmagan. Oila tarkibida o'zgarish bo'lgan, lekin mahallaga aytilmagan. Farzandi chet eldan pul yuboryapti, lekin bu daromad sifatida noto'g'ri talqin qilinishi mumkin. Yoki uyda birga yashamaydigan odam propiskada turibdi. Tizim esa uni oila a'zosi deb hisoblab yuboryapti. Asosiy masala mana shu xonadon yurish faqat yordamni olib qo'yish uchun emas, balki kimga yordam kerakligini aniqlash uchun ham bo'lishi mumkin. Ammo har bir fuqaro o'z huquqini bilmasa, sharoitini to'g'ri tushuntirmasa, hujjatini tayyorlamasa, adolatsiz qaror chiqishi xavfi bor. Men birinchi navbatda kimlar e'tiborli bo'lish kerakligini aytaman. Agar siz yoki yaqinlaringiz kam ta'minlangan oila sifatida nafaqa, moddiy yordam, bolalar puli, parvarish nafaqasi, kommunal to'lovlar bo'yicha yordam, oziq-ovqat yoki boshqa ijtimoiy ko'mak olayotgan bo'lsangiz, xonadoningiz o'rganilishi mumkin. Ayniqsa, oila daromadi, mol-mulki, yashash sharoiti, birga yashovchi shaxslar soni, pensionerning haqiqiy holati tekshiriladi. Masalan, birinchi holat. 2 yoshli ona yolg'iz yashaydi. Pensiyasi 1.200.000 so'm atrofida, dori-darmonga har oy behudud 600.000 so'm sarflaydi. Farzandlari boshqa viloyatda muntazam yordam bera olmaydi. Uyning ta'mirtalab, gaz va elektr to'lovlari ham bor. Bunday holatda ijtimoiy xodim uyga kelib ko'rsa, bu ayolning haqiqatan qo'shimcha yordamga ehtiyoji borligi aniq ko'rinadi. Bu tekshiruv unga zarar emas, aksincha foyda bo'lishi mumkin. Chunki sharoiti hujjatlashtiriladi, dalolatnoma tuziladi, kerak bo'lsa boshqa turdagi yordamlar ham tavsiya qilinadi. Ikkinchi holat. Pensioni ota o'rtaqis yoshda rafiqasi bilan yashaydi. Ikkalasi ham pensiya oladi. Har biri 1.500.000 so'mdan olsa, umumiy daromad 3 million so'm bo'ladi. Uy o'zlariniki, farzandi shu uyda propiskada turadi, lekin aslida Toshkentda ijarada yashaydi. Tizimda esa farzand ham shu xonadonda ko'rinib qolishi mumkin. Agar farzand rasmiy ishlasa, oyligi 5 million so'm bo'lsa, oilaning umumiy daromadi 8 million so'm deb hisoblanib, muhtoj emas degan xulosa chiqishi mumkin. Aslida esa farzand bu uyda yashamaydi. Ota-onaga doimiy pul bermaydi. Mana shunday holatda pensionerlar oldindan hujjat tayyorlash kerak. Farzandning boshqa joyda yashashini tasdiqlovchi ma'lumot. Ijara shartnomasi bo'lsa nusxasi, mahalla ma'lumotnomasi, tushuntirish xati. Aks holda yordam noto'g'ri to'xtatilishi mumkin. Uchinchi holat. Pensioner bu nevarasi bilan yashaydi. Nevara 22 yoshda mashina haydaydi. Lekin mashina o'ziniki emas.
taksida ijara asosida ishlaydi. Tekshiruvda hovlida avtomobil turgani ko'riladi. Ba'zan mas'ullar mashinasi bor ekan, demak muhtoj emas deb o'ylashi mumkin. Lekin avtomobil kimning nomida? Ijarami? Kreditdami? Ish qurolimi? Bular alohida tekshirilishi kerak. Agar mashina pensionerning yoki oila a'zosining nomida bo'lsa, uning qiymati va foydalanish maqsadi e'tiborga olinishi mumkin. Agar mashina boshqa odamniki bo'lsa, buni tasdiqlaydigan hujjat bo'lishi kerak. 4-holat. Bir oilada pensioner bobo nogironligi bor o'g'il va kelin yashaydi. Kelin uyda o'tirib parvarish qiladi, o'g'il ishlay olmaydi. Boboning pensiyasi asosiy daromad. Bunday xonadonda tashqaridan qaraganda uy katta ekan, hovli bor ekan deyishlar mumkin. Lekin katta hovli daromad degani emas. Hovli eski bo'lishi, ta'mirtalab bo'lishi, oilaning doimiy xarajati ko'p bo'lishi mumkin. Shuning uchun tekshiruvda faqat uy devoriga qarab emas, real daromad va real ehtiyojga qarab baho berilishi kerak. Men doimo shuni maslahat beraman. Tekshiruv kelganda oila a'zolarining kasalliklari, dori xarajatlari, kommunal qarzlari, kredit majburiyatlari, nogironlik hujjatlari, davolanishga ketayotgan mablag'lar haqida aniq ayting. Kimlar xavotir olmasligi kerak? Birinchidan, oddiy pensiya olayotgan va boshqa ijtimoiy yordam olmayotgan pensionerlar faqat tekshiruv bo'lyapti degan gapdan cho'chimasin. Pensiya bu odamning mehnat staji yoki qonunda belgilangan huquq asosida beriladigan to'lov. Uni mahalla kelib uy sharoitini ko'rib, shunchaki uy yaxshi ekan deb to'xtatib qo'ya olmaydi. Pensiya boshqa, ijtimoiy yordam boshqa. Lekin pensiya oluvchi odam qo'shimcha moddiy yordam, yolg'iz keksalar uchun xizmat, oziq-ovqat yordami yoki boshqa ko'mak olayotgan bo'lsa, ana o'sha yordam bo'yicha o'rganish bo'lishi mumkin. Ikkinchidan, hujjat to'liq, oila tarkibi to'g'ri, yashash manzili aniq, daromadlari yashirilmagan odamlar tekshiruvdan qo'rqmasin. Aksincha, xodimlar kelganda xushmuomalalik bilan kutib olib, savollarga aniq javob berish kerak. Chunki ba'zan odamlar eshikni ochmaydi. Meni tekshirishga haqqing yo'q deb janjal qiladi. Keyin dalolatnomada fuqaro o'rganishga sharoit yaratmadi degan yozuv paydo bo'ladi. Bu esa keyingi qarorlarga salbiy ta'sir qilishi mumkin. Endi eng muhim nozik masalalarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat propiska va real yashash joyi. Ko'p oilalarda odamlar bir joyda ro'yxatda turadi, boshqa joyda yashaydi. Tizim esa doim ham real hayotni ko'rmaydi. Masalan, ikki o'g'il ota-onasining uyida ro'yxatda turadi. Lekin biri Rossiyada, biri boshqa shaharda. Agar ularning daromadi tizimda ko'rinsa, ota-onaning yordam olishiga ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun u bu yerda yashamaydi degan gapni og'zaki aytish yetmaydi. Iloji boricha tasdiqlovchi hujjat kerak. Chet elda ishlayotgan bo'lsa, kirib chiqish ma'lumotlari, boshqa manzilda ishlayotgan bo'lsa, ish joyidan ma'lumot. Ijarada turgan bo'lsa, ijara shartnomasi, mahalla yoki profilaktika inspektori tomonidan tasdiqlangan ma'lumot. Ikkinchi nozik jihat bank kartasiga tushgan pul. Ba'zan farzand onasining kartasiga oyga 300 ming, 500 ming so'm yuboradi. Bu yordam sifatida yuborilgan bo'lsa ham, ayrim holatlarda daromad sifatida ko'rinishi mumkin. Agar muntazam katta pul tushsa, masalan, har oy 3-4 million so'm, unda savol tug'iladi. Bu pul nimaga? Bu pensionerning daromadimi? Qarz qaytarishmi? Davolanish uchun yig'ilgan pulmi? Farzand yuborgan yordammi? Men shuni maslahat beraman. Katta summalar bo'yicha izohingiz tayyor bo'lsin. Agar davolanish uchun pul yig'ilgan bo'lsa, shifoxona hujjatlari, chek, retsept, analiz xarajatlari saqlansin. Uchinchi nozik jihat nomingizdagi mol-mulk. Ayrim pensionerlar nomida eski mashina, foydalanilmayotgan yer, merosdan qolgan uy ulushi bo'lishi mumkin. Odam o'zi kambag'al yashaydi, lekin hujjatda mulkdor ko'rinadi. Tizim buni ko'rib, mol-mulki bor deb baholashi mumkin. Masalan, pensioner nomida 1968-yilda chiqqan eski avtomobil bor. Yillar davomida yurmaydi. Temir tarsax holatda, lekin hujjatda avtomobil bor. Bunday holatda uni hisobdan chiqarish, sotilgan bo'lsa rasmiylashtirish, yaroqsizligini tasdiqlash kerak. Aks holda qog'ozdagi mulk real hayotdagi yordamga to'sqinlik qilishi mumkin. 4-nozik jihat uy sharoitini noto'g'ri baholash. Tekshiruvga kelgan odam uyda televizor, muzlatkich, kir mashina ko'rsa, ba'zan sharoiti yaxshi deb o'ylashi mumkin. Lekin bugungi kunda bular hashamat emas, oddiy ehtiyoj. Ayniqsa pensioner uchun muzlatkich to'g'ri saqlash uchun ham kerak bo'lishi mumkin. Kir mashina esa keksa odamga jismoniy mehnatni kamaytiradi. Shuning uchun baholashda faqat jihozlar
emas daromad, sog'liq, qarz, parvarish ehtiyoji, yolg'izlik, uy-joyning ta'mir holati, oziq-ovqat xarajatlari ham inobatga olinishi kerak. Agar sizni uyingizda jihoz bor deb muhtoj emas deyishsa, xotirjam tushuntiring. Bu jihoz qachon olingan, kim bergan, kreditga olinganmi, sovg'ami, ishlayaptimi yoki yo'qmi? 5-nozik jihat. Pensionerning vaqtincha boshqa joyda bo'lishi. Masalan, bu qishda qizining uyiga ketadi. Chunki o'z uyida isitish qiyin. Tekshiruv kelganda uyda bo'lmaydi. Keyin yashamaydi yoki manzilda topilmadi degan xulosa paydo bo'lishi mumkin. Bunday holatda mahallani oldindan xabardor qilish kerak. Men falon muddat qizimnikida davolanishda yoki parvarishda bo'laman. Lekin doimiy yashash manzilim shu deb yozma ravishda bildirish foydali. Ayniqsa, yolg'iz keksalar bo'yicha xizmatlar, yordamlar, oziq-ovqat yetkazish kabi masalalarda manzilda topilmaslik noto'g'ri talqin qilinishi mumkin. 6-nozik jihat og'zaki va'da va rasmiy hujjat farqi. Kimdir kelib xavotir olmang, hammasi joyida deydi. Lekin keyin yordam to'xtaydi. Shuning uchun har doim ariza, dalolatnoma, qaror rad etish sababi qayta ko'rib chiqish tartibi kabi hujjatlarni so'rash kerak. Fuqaro sifatida siz o'zingizga tegishli masala bo'yicha rasmiy javob olishga haqlisiz. Agar yordam to'xtatilgan bo'lsa, nega degan savolga aniq javob bo'lishi shart. Daromad oshganmi, oila tarkibi o'zgarganmi, hujjat yetishmaganmi, manzilda topilmaganmisiz, mulk aniqlanganmi? Sababni bilmasdan muammoni hal qilib bo'lmaydi. 7-nozik jihat. Yolg'iz pensioner va farzandi bor pensioner masalasi. Ko'pchilik farzandim bor, demak menga yordam bermaydi deb o'ylaydi. Har doim ham bunday emas. Farzand borligi avtomatik ravishda pensionerga muhtoj emas degani emas. Farzandning o'zi ishsiz bo'lishi, nogironligi bo'lishi, uzoqda yashashi, oilasi katta bo'lishi, ota-onaga yordam bera olmasligi mumkin. Lekin buni asoslash kerak. Shu bilan birga farzandlar imkoniyati bo'la turib ota-onani butunlay tashlab qo'ygan holatlar ham uchraydi. Bunday vaziyatlarda ijtimoiy xodimlar pensionerning real parvarish ehtiyojini baholaydi. 8-nozik jihat. Tekshiruvchilar kimligini aniqlash. Xonadoningizga kimdir keldi, tekshiruvdamiz dedi. Siz darrov eshikni ochib, hamma hujjatni berib yubormang. Avval xodimning guvohnomasini so'rang, qaysi tashkilotdan kelganini biling. Mahalla raisi yoki ijtimoiy xodim bilan bog'lanib tasdiqlang. Chunki firibgarlar ham keksalarning ishonuvchanligidan foydalanishi mumkin. Haqiqiy xodim o'zini tanishtiradi, nima maqsadda kelganini tushuntiradi. Zarur bo'lsa dalolatnoma tuzadi. Hech kim sizdan bank karta PIN kodi, plastik karta paroli, SMS kod, naqd pul yoki yordamni chiqarib berish uchun xizmat haqi talab qilishga haqli emas. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, hujjatlaringizni tartibga soling. Pensionerning pasporti yoki ID kartasi, pensiya guvohnomasi yoki pensiya olishini tasdiqlovchi ma'lumot, nogironlik bo'lsa temak yoki tegishli hujjatlar. Kasallik bo'yicha shifokor xulosalari, dori retseptlari, davolanish cheklarini bitta papkaga yig'ib qo'ying. Agar siz ijtimoiy yordam olayotgan bo'lsangiz, oldingi arizalar, mahalla ma'lumotnomalari. Berilgan yordam bo'yicha qarorlar ham saqlansin. Ikkinchi qadam, oila tarkibini aniqlashtiring. Kim haqiqatan shu uyda yashaydi? Kim faqat ro'yxatda turadi? Kim chet elda? Kim boshqa shaharda? Buni oldindan yozib chiqing. Tekshiruv kelganda shoshilib, chalkash gapirib yubormaysiz. Agar ro'yxatda turib, aslida yashamaydigan odamlar bo'lsa, ularning holatini tasdiqlovchi hujjat topishga harakat qiling. Kerak bo'lsa, mahallaga ariza yozing. Falonchi shaxs ushbu manzilda ro'yxatda turgan bo'lsa-da, amalda falon manzilda yashaydi deb holatni tushuntiring. 3-qadam, daromad va xarajatlaringizni ko'rsating. Ko'pchilik faqat daromadni aytadi, xarajatni aytmaydi. Masalan, pensiyam 1.400.000 deydi. Lekin har oy 700.000 so'mlik dori olishini aytmaydi. Yoki o'g'lim 500.000 yuboradi deydi. Lekin bu pulning hammasi shifokor, yo'l kira, oziq-ovqatga ketishini hujjatlashtirmaydi. Men tavsiya qilaman. Bir oy davomida asosiy xarajatlaringizni yozib boring. Dori, kommunal to'lov, oziq-ovqat, davolanish, qarz, parvarish xarajati. Chek bo'lsa saqlang, chek bo'lmasa hech bo'lmaganda ro'yxat tuzing. Bu sizning muhtojligingizni tushuntirishga yordam beradi. 4-qadam, tekshiruv kelganda madaniyatli, lekin huquqingizni bilgan holda gapiring. Xodimlarni haqorat qilish, janjal qilish, eshikni yopib olish foyda bermaydi. Shu bilan birga, qo'rqib hamma narsaga imzo qo'yib yubormang. Agar dalolatnoma tuzilsa, uni o'qib chiqing.
unda noto'g'ri ma'lumot yozilgan bo'lsa, bu fikrga qo'shilmayman deb yozdiring yoki o'zingiz izoh kiriting. Masalan, dalolatnomada farzandi birga yashaydi deb yozilsa, aslida yashamasa, darhol tuzating. Falonchi ro'yxatda turadi, lekin amalda bu manzilda yashamaydi deb yozdiring. 5-qadam yordam to'xtasa, jim o'tirmang. Avval sababini biling. Mahallaga, tuman ijtimoiy himoya bo'limiga, pensiya jamg'armasi yoki tegishli tashkilotga murojaat qiling. Og'zaki javob bilan cheklanib qolmang. Yozma ariza bering. Arizada shunday yozish mumkin: menga berib kelingan ijtimoiy yordam falon sanadan to'xtatilgan. To'xtatilish sababi asosida bo'lgan hujjatlar va qayta ko'rib chiqish tartibi haqida yozma ma'lumot berishingizni so'rayman. Arizani 2 nusxada tayyorlang. Bir nusxasini topshiring. Ikkinchisiga qabul qilingan sana va imzo qo'ydiring yoki elektron murojaat orqali yuboring. 6-qadam. Rad javobi bo'lsa, dalil bilan qayta murojaat qiling. Masalan, sizga daromadingiz me'yordan oshgan deyishdi. Unda qaysi daromad hisoblanganini so'rang. Balki ro'yxatda turgan, lekin yashamaydigan farzandning oyligi qo'shilgandir. Balki kartaga tushgan qarz puli daromad deb olingandir. Balki eski mashina qiymati noto'g'ri baholangandir. Har bir xatoni dalil bilan ko'rsatish kerak. Men muhtojman deyishning o'zi yetmaydi. Mana hujjat, mana shifokor xulosasi, mana farzand boshqa joyda yashashi. Mana kommunal qarz, mana daromadim deb tartibli ko'rsatish kerak. 7-qadam, firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Hech qachon yordamni saqlab qolib beraman. Ro'yxatdan o'tkazib beraman. Tekshiruvni yopib beraman degan odamlarga pul bermang. Rasmiy yordam pul bilan chiqmaydi. Agar kimdir sizdan pul so'rasa, bu jiddiy signal. Xodimning ismi sharifini, tashkilotini yozib oling. Kerak bo'lsa, yuqori tashkilot yoki huquqni muhofaza qiluvchi organlarga murojaat qiling. Keksalarga buni alohida tushuntiring. Plastik karta kodi, SMS kod, bank ilovasi, paroli hech kimga aytilmaydi. 8-qadam, yaqinlaringizga yordam bering. Ko'p pensionerlar hujjat ishini tushunmaydi. Telefondan foydalana olmaydi. Ariza yozishga qiynaladi. Farzandlar, nevaralar, qo'shnilar befarq bo'lmang. Bir kuni borib holidan xabar oling. Hujjat papkasini tartiblang. Mahallaga birga boring. Tekshiruv kelganda yonida bo'ling. Ayniqsa yolg'iz yashaydigan keksalar aldovga, noto'g'ri ma'lumotga, qo'rquvga tez tushib qoladi. Sizning bitta tushuntirishingiz ularning yordami saqlanib qolishiga sabab bo'lishi mumkin. 9-qadam. Yashash sharoitingiz o'zgarsa kutib o'tirmang. Farzandingiz ko'chib keldimi? Kimdir ro'yxatdan chiqdimi? Pensioner boshqa joyga vaqtincha ketdimi? Nogironlik guruhi o'zgardimi? Daromad kamayib ketdimi? Davolanish xarajati oshdimi? Ish yo'qoldimi? Oilada boquvchi vafot etdimi? Bularning hammasi ijtimoiy yordamga ta'sir qilishi mumkin. Mahallaga yoki tegishli bo'limga o'z vaqtida xabar bering. Ko'p muammo aynan keyin aytaman deb beparvolikdan chiqadi. 10-qadam. Barcha murojaatlarni iz qoldirib qiling. Telefon orqali gaplashdingiz yaxshi. Lekin muhim masalada yozma ariza, elektron murojaat qabul qilinganligini tasdiqlovchi belgi bo'lsin. Chunki keyin siz murojaat qilmagansiz deyishlari mumkin. Agar elektron tarzda yuborsangiz, murojaat raqamini saqlang. Agar qog'ozda topshirsangiz, nusxasiga kirim raqami oldiring. Bu oddiy ko'ringani bilan huquqingizni himoya qilishda juda muhim. Yana bir masalani alohida aytaman. Tekshiruv degani har doim jazolash degani emas. Ba'zan xodimlar kelib, siz hali bilmagan yordam turini tavsiya qilishi mumkin. Masalan, yolg'iz keksaga ijtimoiy xodim biriktirish. Nogironligi bor shaxsga reabilitatsiya vositalari, oziq-ovqat yordami, uyda parvarish xizmati, tibbiy ko'rikka yo'naltirish, moddiy yordam, homiylik ko'magi. Shuning uchun savol bering. Mening holatimda yana qanday yordam turlari bor? Qayerga ariza beraman? Qanday hujjat kerak deb so'rashdan uyalmang. Fuqaro o'z huquqini so'rasa, bu janjal emas, bu normal holat. Bugungi mavzudan asosiy xulosa shuki, pensionerlarni yoki yordam olayotgan xonadonlarni o'rganish jarayoni kuchaygan bo'lishi mumkin. Lekin bu hammani yordamdan mahrum qilish degani emas. Kim haqiqatan muhtoj bo'lsa, hujjatini tartibga solsa, oila tarkibini to'g'ri ko'rsatsa, daromad va xarajatlarini asoslab bersa, o'z huquqini bilsa, yordamni saqlab qolish imkoniyati ancha yuqori bo'ladi. Eng xavfli narsa qo'rquv emas, beparvolik. O'zi hal bo'ladi deb kutmang. Hujjatlarni yig'ing, mahallaga borib aniqlashtiring. Tekshiruv kelganda dalolatnomani o'qing. Noto'g'ri joyini tuzattiring. Yordam to'xtasa yozma sabab so'rang. Kerak bo'lsa qayta murojaat qiling.
sizning mahallangizda ham xonadon tekshiruvlar bo'lyaptimi? Pensionerlar, yolg'iz keksalar, yordam olayotgan oilalar qanday muammoga duch kelyapti? Izohlarda yozing. Men eng ko'p uchrayotgan savollar bo'yicha alohida tushuntirish beraman. Videoni foydali deb bilsangiz, albatta like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Bu ma'lumot biror pensionerning yordami to'xtab qolmasligiga sabab bo'lishi mumkin.